Yana assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan internet qanday ishlash haqida gaplashamiz. Kanaldagi birinchi videoga xush kelibsiz. Sizlar bilan Suhrob Kamolov. Xullas, video boshlandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Internet qayerdan paydo bo'ladi? Internet serverlarda ishlaydi. Serverlarning ichida serverni sovutib turish uchun juda ko'p kullerlar, ventilyatorlar bo'ladi. Chunki server ichida juda ham katta xotira SSD, SSD ichki xotiralar bo'ladi. 1-2 gigabayt emas, 10 petabayt, 20 petabaytlab ichki xotira bo'ladi. Masalan, men hozir shu videoni olib YouTube'ga tashlasam qanday qilib boradi? Hozir telefonimda olingan video telefon protsessorida video ko'rinishida emas, 01, 02 kabi raqamlar ko'rinishida aylanadi. Keyin raqamlar ko'rinishiga aylangan video antenna orqali Wi-Fi ga jo'natiladi. Faqat raqamlar ko'rinishidagi video signal ko'rinishida jo'naladi. Keyin uyimdagi Wi-Fi router optik kabellar orqali serverga jo'natadi. Keyin serverdagi ichki xotiralarga ana shu video saqlanadi. Keyin boshqa odamlar bemalol ko'rishi mumkin. Yoki hozir yana boshqachasi. Masalan, shuni ko'chaga chiqib, hech qanaqa Wi-Fi yo'q joyda mobil internet orqali jo'natdim deylik shu videoni. Keyin yana o'sha video raqamlar ko'rinishiga aylanadi, keyin signal ko'rinishiga aylanadi-da, antennalarga signal ko'rinishida boradi. Keyin o'sha antennalar kabel orqali serverga jo'natadi. Keyin yana serverning ichki xotirasiga saqlanadi. Yoki uchinchi xili samolyotlar, ulkan kemalar, dengizda yoki havoda oddiy internetga ulana olmaydi. Chunki havoda va suvda kabel tortib borish yoki antenna qo'yib chiqish juda qiyin. Ular Sputnikka ulanib ishlaydi. Agar men shu videoni Sputnik orqali jo'natsam, mana bunday bo'ladi. Men kemada o'tiribman, tasavvur qiling. Keyin shu videoni jo'natdim. Raqamlar ko'rinishiga aylangan video signal ko'rinishida o'sha kemadagi Wi-Fi routerga boradi. U Wi-Fi routeri esa kema tepasiga o'rnatilgan antenna orqali Sputniklarga, sun'iy yo'ldoshlarga jo'natadi. Sun'iy yo'ldoshlar videoni qabul qilib olib, keyin raqamlarga aylangan signal ko'rinishidagi videoni serverlar yaqinidagi antennalarga jo'natadi. Antennalar signalni qabul qilib olib, optik kabellar orqali serverlarga jo'natadi videoni. Yana serverlarga borib tushadi. Keyin telefon qilib gaplashish qanday bo'ladi desangiz, u ham shunday ishlaydi, faqat biroz boshqacharoq. Masalan, siz ko'chaga chiqib, internet yo'q joyda mobil internetdan foydalanyapsiz va biror bir odamga qo'ng'iroq qildingiz, video chaqiruv qildingiz. Keyin u ham
avval raqamlarga aylanadi, keyin signalga aylanadi, yerdagi antennalarga boradi. Antennalar optik kabellar orqali serverga jo'natadi videoni. Keyin o'sha serverlar filtrlaydi videoni. Mana bu IP manzildan yetib keldi. Endi mana bu IP manzilga ega odamga telefon qilmoqchi deydi. O'zi hisoblab, keyin filtrlab hamma odamga jo'natishni o'rniga qo'ng'iroqni agar kimdir uyda Wi-Fi'dan gaplashayotgan bo'lsa, optik kabellar orqali aynan o'sha siz qo'ng'iroq qilgan, video chaqiruv qilgan odamni uyidagi Wi-Fi routerga jo'natadi. Keyin o'sha Wi-Fi routeri ulangan telefonga jo'natadi. Keyin telefon antennalari qabul qilib signalni protsessor orqali raqamlar ko'rinishidan video ko'rinishiga aylantirib, ikkinchi telefonni ekraniga video chaqiruvni yetkazib beradi. Mana shunday ishlaydi internet. Kuzatganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Xayr.